Alo, tez yordammi? Men nimaga qimirlamayapman? Nafas olmayapti, og'zidan ko'pik kelyapti. Tez yordam kimga? To'xtang aka, biz o'zimiz yetib boramiz. Xo'pmi, kelib o'tirmaylik. Bo'pti. Ko'tar, aka. Qaqa ko'taradi. Soppa sog'ing. O'lgan bo'lishi mumkin emas. Iltimos, Bular nimaga manisiga olib keldingiz? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Aka! Vrachga, menga tushuntirib ber. Nima gunoh qilading? Ey, tushuntirib berdim senga. Nima gunoh qildi? Hey! Son, voy, nimaga mendan jirkan vosanla? Hey, suvnimaga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman dolma. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'nin qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Hey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yonidan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka to'xtang. Boshlardan shu. Boshlardan. Nimaga bu yerga qo'yildi? Qo'rqoqlikdan qo'rqaman. Aka, tashlab ketmay iltimos, o'tinaman. Aka, Men rozi bo'l, ukam. nimaga rozi bo'l. Aka, Javobni olsam bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni malol tashlab ketmay qo'rqaman. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mana. Nimaga qo'rqib ketyapman? Aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mana. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash zo'r ketadi. Yo'q. Kerak emas.